Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar va tarjimon qizlarim. Biz bugun nima darsni o'rganamiz deb qiziqayotgan bo'lsangiz kerak. Bugungi darsimiz ovqat va ichimliklar. Eng qiziqarli darslarimizdan bittasi. Qornimiz ochganda birinchi bo'lib nimani aytamiz? Albatta, ovqatni. Ovqatni imo-ishorada qanday ko'rsatamiz? Qo'limizni shunday holatga keltiramiz va ovqat. Qiziqarli-a? Yana bir marta qaytaramiz. Qo'limiz shunday holatda bo'ladi. Ovqat. Ovqatni so'rab bo'ldik. Endi nimani so'raymiz? Albatta, nonni. Nonsiz ovqat yeb bo'lmaydi. Albatta, biz ovqatlarni non bilan yeymiz. Ovqat deganimizdan keyin nonni so'raymiz. Nonni esa ikkita kaftimizda shunday ochamiz. Bu ko'nikma bo'lishi uchun bunaqa qilish shart emas, faqat siz o'rganib olgunizcha shunday ko'rsatishingiz mumkin. Ikkita kaftimizni ochamiz. Non. Non. Oson-a? Albatta. Ovqatni so'radik, nonni so'radik. Endi bo'lsa juda ham chanqadik. Qanday so'raymiz? Ovqat, non. Endi esa suvni so'raymiz. Suvni qanday so'raymiz? Qo'limizni, kaftimizni ochamiz, boshimizga keltiramiz. Boshimizga yaqinroq keltirib, shunday ko'rsatamiz. Suv. Tushunarlimi? Yana bir bora qaytaramiz. Kaftimizni ochamiz. Boshimizni oldiga keltiramiz va suv deymiz. Ovqatni so'radik, nonni so'radik, suvni so'radik. Lekin men suv ichkim kelmayapti, men choy ichkim kelyapti. Qanaqa bo'ladi choyni ko'rsatish? Albatta, hozir o'rganamiz. Choyda ch harfini ko'rsatamiz. Ch. Choy. Yana bir bora qaytaramiz. Choy. Qiyin emasmi? Albatta, juda ham oson, agar xohish bo'lsa albatta. Ertalabdan biz nima ichamiz? Albatta, kofe. Kofeni qanday so'raymiz? Kofe, biz hozir birgalikda o'rganamiz kofe so'zini. Ikkita barmog'imizni ochamiz shunday qilib va burunga yaqinlashtiramiz. Kofe. Qaytaramizmi? Barmog'imizni ochamiz va burnimizga yaqinlashtiramiz. Kofe. Shunaqa oson. Bilasizlarmi? Meni eng yaxshi ko'rgan taomlarimdan bittasi bu sho'rva. Sho'rva ichkim kelyapti deb qanday aytamiz? Sho'rva so'zini o'rganamiz. Sho'rva. Yana bir marta qaytaramiz. Sho'rva. Kimdir sabzavotli sho'rvani yaxshi ko'radi. Kimdir esa go'shtli sho'rvani yaxshi ko'radi. Men esa go'shtli sho'rvani yaxshi ko'raman. Go'shtli sho'rvani deb qanday aytamiz? Go'sht. Kaftimizni ochamiz. Go'sht. Endi go'sht bilan sho'rvani bog'laymiz. Go'shtli sho'rva. Juda ham shirin, albatta. Kimdir sabzavotlarni juda ham yaxshi ko'radi. Men ham uncha iste'mol qilaman. Hozir qanday ko'rsatishni tushuntiraman. Sabzavotlar. Ikkita kaftimizni ochamiz, bir-biriga yaqinlashtiramiz. Shunday ko'rsatamiz. Sabzavot. Yana qaytaramizmi? Albatta. Ikkita kaftimizni ochamiz, bir-biriga yaqinlashtiramiz. Sabzavot. Meva. Hozirgi so'zimiz meva. Mevalarni qanday ko'rsatamiz?
qo'limizni kaftimizni ochamiz, uni dumaloq shakliga keltiramiz va yuzimizga shunday qilib ko'rsatamiz. Mevalar. Meva. Yana bir bora qaytaramiz. Imo ishora tilini o'rganish uchun qayta qaytarishimiz kerak. O'shanda qo'llarimizni oson va ko'nikma hosil bo'ladi va ko'rsatishingiz oson bo'ladi. Hozir shirin degan so'zni o'rganamiz. Shirin ovqat. Shirin. Shirin mevalar. Shirin sho'rva. Qaytardingizmi? Unchalik qiyin emas, faqat doim qaytarib yurish kerak. Hozirgi so'zimiz esa achchiq. Achchiqni qanday ko'rsatamiz? Achchiqni ko'rsatkich barmog'imiz bilan achchiq. Juda ham oson. Ko'rsatkich barmog'imizni tikamiz va achchiq. Bizda sho'rvamizni issiqni tortishadi. Qanday aytamiz? Issiq deb. Issiq. Issiq. Qaytardingizmi? Juda ham yaxshi. Barakalla. Men sovqatdim. Sovuq degan so'zni qanday ko'rsatamiz? Bu juda ham oson. Sovuq. Qani bir ko'rsatingchi? Barakalla. To'ppa-to'g'ri. Shunday ko'rsatamiz. Sovuq. Albatta. Sovuq sho'rva, sovuq xona deb aytishingiz mumkin. O'qishdan keldingiz va qorningiz och qoldi. Oyijonimizga qornim och deb qanday aytamiz? Imo ishora tilida ochni kaftimizni shunday ko'rsatamiz. Och. Qornim och. Qornimiz ochib, kelib, ovqatlanib bo'lganimizdan keyin qornim to'ydini qanday aytamiz? Qarang, kaftimizni ochamiz, qornimizga olib kelamiz. Qornimizdan ikkinchi qo'limizga yetkazamiz. Qornim to'ydi. Qornim to'ydi. To'q. Qani qaytaring? Barakalla. To'ppa-to'g'ri. Shunday ko'rsatamiz. Qorningiz och bo'lsa, och deymiz. To'q bo'lsa, qornimizga olib kelamiz va ikkinchi qo'limizga olib kelganimizda qo'limizni musht qilamiz. Qornim to'q. Mana. Qornim to'q. To'ppa-to'g'ri. Barakalla. Juda ham yaxshi qaytaryapsiz. Buni doimiy ravishda qaytarib borsangiz, esingizda ko'proq qoladi. Agar do'stingiz sizni kutib turgan bo'lsa, siz do'stingizga "To'xta, men ovqat yeyapman" desangiz bo'ladi. Yoki-da ikkinchi usuli "Men ovqat yeyapman". Qani qaytaramiz? To'g'ri ko'rsatyapsiz. Men ovqat yeyapman. Ikkita usulida ham ko'rsatsangiz to'g'ri hisoblanadi. Ovqat yeb bo'lgandan keyin suv yoki-da choy ichamiz. Do'stingiz sizni shoshiryapti. Siz "To'xta, choy ichib oling". To'xta, choy ichib oling. Yoki-da aytamizki, suv ichib oling. Qiyin emasmi? Yo'q, albatta. Har kuni mashq qilsangiz, albatta sizdan zo'r tarjimon chiqadi.
Men sho'rva yeyishni xohlayman. Qaysi so'zimiz? To'ppa-to'g'ri, xohlash. Xohlashni qanday ko'rsatamiz? Kaftimizni shunday ochamiz va shu yelkamizga yaqinlashtiramiz. Xohlayman. Yana bir bora ko'rsataman. Xohish, xohlash. Men sho'rva yeyishni xohlayman. Ansani albatta. Yukida men sho'rva yeyishni xohlamayman. Qaysi so'z ekan? Xohlamaslik. To'ppa-to'g'ri. Xohlamaslikni qanday ko'rsatamiz? Kaftimizni ochamiz, yelkamizga yaqinlashtiramiz va xohlamayman. Xohlamaslik. Sho'rvamiz judayam mazali bo'pti. Albatta, qaysi so'z? Mazali. Shirin. Mazali. Shirin. Yana bir bora qaytaramiz. Mazali. Go'sht yegimiz kelmayapti. Mazasiz. Qaysi so'z? Mazasiz. To'ppa-to'g'ri. Qani birgalikda ko'rsatamiz. Mazasiz. Yana degan so'zni hozir birgalikda o'rganamiz. Juda ham oson. To'g'ri ko'rsatyapsiz. Yana ovqat yegim kelyapti. Qani qaytaramiz? Yana. Barakalla. Qornim to'q, yetarli. Qaysi so'z? To'ppa-to'g'ri, yetarli. Yetarli. Shirinliklar kam bo'ldi. Kam so'zni o'rganamiz. Kam. Qani qaytaring? To'ppa-to'g'ri. Kam. Bu yil mevalar ko'p bo'ldi. Ko'p so'zini o'rganamiz. Ko'p. Qaytaramiz. Ko'p. Barakalla. Bugungi darsimizda ovqat va ichimliklarni o'rgandik. Albatta qaytarib turinglar. Chunki qaytarmasangiz qo'lingizda ko'nikma hosil bo'lmaydi va siz gaplashishga qiynalasiz. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr.